O'zimni hayotimda baxtli yashayotganimda oyim kirib kelib, Zebo, mana bulargani buyinka olib ber. "Yo'q, qo'rqaman." Voy, toming ketganmi? Ne qo'rqasan? Qo'rqmayman, men bitta ishdan Nimaga hamma bularni qo'rqinchli bo'ladi? Bu mana idishinglar, men ketdim, bo'pti. Kakrasang ozgina ishi bor edi. Ozginami? Ozgina. Idishlar yuvib bo'ldim, bo'pti. Endi gilam yuvamiz. Bu nima foydasi bor? Yomg'irda gilam yuvishi. Foydasi kerak emas. Sen ishlasang bo'ldi. Bu bo'ldim, endi ketirsam bo'ladi? Ha, faqat mashitlar chop berib ket. Chopib bo'ldim. Kakras jiyanlaring bilan o'ynamoqchi. To'g'ri, yuring. Men qaytaman. Qachon? To'g'ri, endi bitta iltimosi bor ekan. Shu mashinasini yuvib ber. Yaxshilab niyat qilib, menga ham nasib qilsin deb yuvibdimi? Endi ketirsam bo'ladi, ha? Ha, ketaver. Iftorlikka ovqat qilmadim, Zebo, ovqatga borib kelsinlar. 8 soat kutamiz, men kerak emas. Yandex.Go'da lavka bo'limidan zakaz qilsang 15 minutda keladi. Zebo 50 promo kodi bilan birinchi buyurtma uchun 50% chegirma bor. Dastavkasi ham tekin. Baribir do'konga ham chiqib kelishingiz kerak. Lavka bo'limidan magazindagi produktlarni ham zakaz qilsa bo'ladi. 24 soat ishlaydi. Senga qolib ketma dedim, o'tirishingni qara yalpayib. Voy, maqtab tashlang, men nimalar qilganimni aytib. Bu qizingcha odam bo'lmaydi. Bildingga qimmat ekan. Bitta qo'ldan ish kelmaydi, bilasanmi? Umuman ovqat qilishni ham bilmaydi, uy yig'ishtirishni bilmaydi, bolalarga qarashni bilmaydi. Ertaga erga bersang ajrashib qoladi. Boshingga